quyosh paneliga investitsiya qilish bu pulni havoga uchirish emas. Hozirda bizning klientlar kuniga 300 ming, 320 ming so'mdan ishlab turishdi. Ob-havoni ko'rsanglar bo'ladi. Ob-havo bulutli bo'lsa ham har kuni 200 mingdan baland 300 mingga yaqin so'mni ishlab turishdi. Bu so'mma yozga borgandan keyin 400 minggacha chiqadi. Siz ham agar quyosh paneli o'rnatadigan bo'lsangiz, narxi 2 yildan 3 yilgacha oqlaydi. Nimaga 2 yildan 3 yilgacha? Agar arzon quyosh paneli o'rnatadigan bo'lsangiz, где-то 150 million so'mga 50 kilovatli quyosh paneli o'rnatsa bo'ladi, kilovat 3 million so'mdan. Bu o'zini примерно 2 yilda oqlaydi. Agar siz qimmatroq, yaxshiroq quyosh paneli o'rnatsangiz, bu o'zini 2 yil 8 oy, faktichda 3 yilgacha o'zini oqlaydi. Lekin qimmatroq o'rnatsangiz, uzoqroq muddatgacha ishlab beradi. Kimga sifatli quyosh panellar kerak bo'lsa, ustanovkasi bilan hammasi ichida aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kartalaringga pul tushadigan qilib hammasini podключ qilib beramiz. Butun Qashqadaryo bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.